Shuncha chillar edi. 40 kunda o'sha eski holatiga qaytar ekan, o'sha tug'ilgan xotinni badallari. Ba'zilariniki shu nifosi 20 kunda, 15 kunda, yo bir oyda o'shanda tozaladi. Endi nifosdan toza bo'ldimi, ro'zani qazosini bir kunga bir kun tutib beradi. Ro'zani. Lekin namozni qazosini o'qimaydi. Namozni qazosini o'qimaydi. Qazo namozlarda ko'p qancha, lekin nifosni masalasi shuki, ro'zani tutib beradi, qazoni o'qimaydi. Hayz masalasi ro'zani ham tutadi, namozni o'qiydi. Nifosga ro'zani tutadi, namozini o'qimaydi. Ana bu holat xotirlar bor. Endi bola emizadi, hovlida xotin ham ro'za tutmaydi. Toki bola tug'ilib, yana bolasi katta bo'lib, sutdan chiqquncha. Bola emizadigan xotin ham ro'za tutmaydi. Toki shu boladan o'zi nonxon yeb, qorni to'yib yuradigan bo'lguncha. Bundan keyinchi, ro'zani tutib beradi. Fidya bermaydi. Unga fidya bermaydi. Fidya faqat qarilarga-yu, kasallarga. Buni hozir sahri bor, davlaniya bor misol uchun. Keyin shu qarilar haligi shayxonaga hukmiga o'tganlar. O'shalar ham agar qodir bo'lsa, sog' bo'lsa, salomat bo'lsa tutadi. Agar qodir bo'lmasa, o'sha tutmaydi, fidya beradi. Mana bunaqa masalalar kamdan-kam uchragani uchun aytilmaydi, boshqa ham. Mana shu qoidani agar yana biror savol bo'ladigan bo'lsa, o'ylab kelinglar. O'sha savolga niyat qilinglar. Bizga bersalaringiz, o'sha savolga qo'ldan kelgancha javob beramiz, bo'lmasa so'rab ko'rganib bilib kelamiz. Hammalarning eshitdilarga ma'qulmi? Ma'qulmi? Amin. Alloh hammamizga shu Ramazonni fazilatidan, Ramazonni ro'zasidan, aytilgan masalalarning savobidan Xudo barchamizga muyassar qilsin. Alloh